Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yangi turdagi gullarimiz yetib kelgan. Juda ham bir-biridan ajoyib, chiroyli gullarimiz. Sinbidum, tsekas gullarimiz. Yana bir-biridan ajoyib kaktuslarimiz kelgan. Mana sinbidum gullarimiz. Variegatnisi bu olabaklisi. Antiurumlarimiz mana bu yerda ko'rib turganinglar zakazga hozir chiqib ketadi. Yig'ishyapti o'zi bolalar. Kaktuslarimiz, rangli kaktuslar, har xil turdagi bir-biridan ajoyib. Mana maxsus idishga ekilganlari ham bor. Sovuqqa bersanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda. Yana gullarimizdan, mana kaktuslarimizni yana yangi sortlari kelgan. Juda ham chiroyli. Bular 120 ming so'm, pulini ham deyarli birolar aytib ketaman. Xo'p, bular 80 mingdan kaktuslarimiz mix variantlari. Antiurumlarimiz 120 ming, 150 ming, 100 ming so'mligi ham bor, katta kichikligiga qarab. Mana bu kichikroqlar, mana shu sortlari aynan shunisi 100 ming so'mdan. Ikkitadan, uchtadan kusti bor, bular ham bo'lsa bo'ladi. Antiurumlarimiz juda ham sog'lom, yaxshi holatda kelgan. Bambuklari 30 santimetrdan 1 metrgacha bor. Mana kaktuslarimiz kompozitsiya qilib ekilgan. Juda ham chiroyli. Sovg'aga yoki ofisga mana stol ustiga qo'ysanglar ham bo'ladi. Azaliyalarimiz 100 ming so'm, 120 ming so'mdan. Azaliyalarimiz faqat kunlar isib qoldi, sal muzlayroq, sovuqroq joyga qo'yasizlar, chunki issiq joy yoqtirmaydi. Mana bunaqa mix variantlari ham bor. 2 xil, 3 xil rang bitta qilib ekilganlari bor. Paxira gullarimiz, paxiralar har xil turi kelgan. Idishlar bir-biridan ajoyib. Fitil idishligi ham bor. Tagiga suv quyib qo'ysanglar, o'zi suvini tortib ichaveradi. Bunaqa keramik idishlarga ekilgani ham bor. Aglanema diamond, aglanema gullarimiz kustlari juda ko'p, 5-6 tadan bor ichida. Bular boshqacha chiroyli idishga ekilganlari ham bor. Hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bambuklarimiz 120 ming, 100 ming, 80 mingligi ham bor. Har xil turdagisi kelgan. Hammasi sovg'abob, chiroyli. Mana paxiralarimiz yana boshqacha tuvayligi. Kaktuslarimiz mana. Bu kaktuslarimiz tabiiy rangi shunaqa bo'yalmagan. 3 xil rang ekilgan. Juda ham chiroyli. Alohida bo'lib ekib ham bo'ladi. Antiurumlarimiz gigant sortlari 150 mingdan. 180 mingligi ham bor. Bo'ylari deyarli 1 metr, 80 santimetr. Har xil. Gullari katta-katta, gigant sorti. Xo'p, keyingilari mana bu idishdagilari kust ko'proq, 150 ming so'mdan. Bular ham gigant sorti. Azaliyamiz siyoh rangi. Baglari, gullari juda ham chiroyli. Bular 100 mingdan. Azaliyalari aytib o'tdim, juda ham salqin sevar gullardan. Issiq joyga qo'ysanglar, baglarini to'kib gullarini. Ayol baxti gulimiz, patifilum deyishadi. Bularimiz 120 mingdan. Juda ham chiroyli, bo'ylari balandlari kelgan.
Kattalari mana gigant sortlari bor. 300 ming so'mdan. Bo'yi 1 metr. Guli ham, bargi ham katta. Gigant sorti. Juda ham chiroyli holatda kelgan bular. Hop, endi keyingi gullarimiz antirimlarimizni aytdik. Keyingi qatorga o'tamiz. Mana Diefenbachia gulimiz. Bular 3 taligi, 3 ta kustligi. Alohida 3 taga bo'lsanglar ham bo'ladi. Ular 150 mingdan. Mana Kalatay Arnata. Ular 100 ming so'mdan. Bo'yi 35-40 cm. Baglari juda ham naqshinkor, chiroyli gullardan bittasi. Antirumlarimiz qora ranglisi. Bular ham 100 ming so'mdan. Pakiralarimiz mana keramika idishligi. Ayol baxti gulimiz. Bular ham 100 ming so'm. Ayol baxti gulimizni mana qora ranglisi, bagi qora bo'ladi. Tuvagi ham to'rtburchak, juda ham boshqacha, noodatiy holatda kelgan. Mana Diefenbachiamiz yana bir ajoyib sorti. Ular 250 ming. Keyingi juda ham chiroyli gullarimizdan bittasi bu ham. Ular 90 mingdan. Ayol baxti gulimizni qoralari mana maxsus idishlarda ham bor, fitil idishlari. Ichida 2 tadan 3 tadan alohida bo'lib eksanglar ham bo'ladi. Aglonema White oq ranglisi bu. Bular ham 3 tadan kustlik. Mana Aglonema mana qizil rangsi. Aglonema Red deyishadi. Bu ham shunaqa fitil idishda tagiga so'qib qo'ysanglar, o'zi suvini tortib, o'zi ichaveradi. Namligini saqlash oson bo'ladi. Antirumlarimiz 100 ming so'm. Bo'ylari 35-40 cm. Gullari ham juda ham chiroyli, ko'p. 2 tadan kustli bo'ladi bular. Keyingi gullarimiz. Aglonemalarimizni aytib o'tdim. Juda ham kusti ko'p, chiroyli. Bu kattasi. Bular 140 mingdan. 3 ta 4 tadan kusti bor. Bemalol bo'lib eksa bo'ladi. Spatifilum gulimizni qora ranglisi 2 taligi bu. Bitta tuvakda 2 ta bo'ladi. Fitil idishda bular. Tagiga so'qib qo'ysanglar bo'ladi. Faqat gullab turmagan, bular guli sal kamroq kelibdi bu safar. Aglonemalarimiz mana kattalari. Mana miksi ham bor, oq bilan qizil. Bitta tuvakka ekilgani bor. Juda ham chiroyli. Bular ham 120 ming, 100 ming so'm. Yana bir aglonemamiz boshqacha sorti. Bular ham shu 3 tadan 2 tadan sort kusti bor. Qora rangli ayol baxti gulimiz, Spatifilum. Yani fitil idishda 3 tadan kusti bor, alohida eksanglar bo'ladi. Tagida suv bo'ladi, suv to'ldirib qo'ysanglar bo'ldi. Tuproqqa ekilmagan, faqat suv o'zida turadi. Mana bu tuproqqa ekilganlari bor. Tuproqqa ekilmaganga nisbatan sal parvarish osonroq bo'ladi. Antirum gulimiz yana bir boshqacha sorti. Baglari katta bo'ladi. Gartenziyalarimiz 150 ming so'm. Bular komnatning tashqariga ekib bo'lmaydi.
Mana gardeniya gulimiz. Hammasi g'unchalab turibdi. Ochilishga kelyapti. Bular oq rangda ochiladi. Judayam gullari chiroyli bo'ladi. Bular shtampoviy sortlari ham bor. Mana shtampli sortini. Bular уже gullab ham bo'ldi. Gullari judayam chiroyli bo'ladi. Atirgulga o'xshab ochiladi. Shtampoviy sorti bu. Bular 120 ming so'm. Judayam chiroyli gullardan bittasi. Sanseveriya gulimiz. Shunaqa sariq gullisi kelgan. Sariq ranglisi. Bular ham shunaqa ko'sti ko'p. Ajoyib ko'zni quvontiradigan rang. Ko'paytirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bo'lib eksalar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli. Golubika mana. Golubika gulimiz, ko'chatlari, paxiralarimiz. Bular keramika tuvalisi 150 ming so'mdan. Yana bir ajoyib gullarimizdan bittasi sovg'a uchun. Juda ham chiroyli. Podarочный gullardan bittasi. Narxi 180 mingdan. Buni idishi ham qimmatroq bo'ladi, keramika idishlar. Kofe daraxtining mana kichkinasi 150 ming so'mdan. Bulardan kam qolgan. Kalanxoya gulimiz 25 ming, 30 ming so'mdan. Har xil katta kichik razmerlari bor. Antirumimiz. Sukulentlarimiz ham bor 20 ming so'mdan. Har xil turdagisi bor. Bir-biridan ajoyib. Kompozitsiya qiladiganlarga juda ham to'g'ri keladi. Bir-biridan chiroyli har xil sortlari bor. Gartenziyalar har xil rangi. Bular 150 ming, 200 ming so'mligi ham bor, katta kichikligiga qarab. Kliviya gulimiz. Kliviyamiz asosan sariq va oranjoviy rangi bor. Bular 90 mingdan. Mana gullamagani ham bor. Bu ham 90 ming so'm. Kliviyamiz gullab turgan tayyor holatdagilar kelgan. Ko'pchiligi g'uncha holatda. Endi gullayapti. Mana klientlarimiz uchun ajratib qo'ygan gullarimiz. Mana bu tomonda krasula gulimiz. Shtampoviysi bu. Bular 100 ming so'm. 90 mingdan qilib beryapmiz. Juda ham chiroyli. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, bu gulimiz joyi o'zgarganda ozgina bak to'kish holatlariga uchib qolishadi ko'pchilik. Baglarni to'kish ehtimoli ko'proq. Yana bir ajoyib gulimiz. Bular 80 mingdan. Aglanema Diamond. Podarочныйsi bu. Tuvaklari ham juda ham chiroyli. Tagini kompozitsiya qilingan. Sovg'aga bersanglar juda ham sovg'abop chiroyli. Tagida toshlari bor. Har xil o'yinchoqlari bor. Dratsena gulimiz. Dratsenalarimiz 150 ming. 200 ming so'mligi ham bor. Katta kichigiga qarab. Mana katta ayol baxti gulimiz. Spatsifilm. Bo'yi 80 cm.
katta bagli, katta gullisi. Bular 200 ming so'mdan. Kattaroq uzun tuvaklarga ekib qo'ysanglar, yana ham bo'ylari baland, chiroyli bo'lib turadi. Yana bir turdagi gulimiz, juda ham chiroyli mevalari bilan. Bular 150 ming so'mdan. Juda ham chiroyli gullardan bittasi. Ayol baxti gulimizni tuproqqa ekilgani. Bo'yi 80 cm, 70-80 chiqadi. Diefenbachia gulimiz. Bular ikkita kuslisi 120 ming so'mdan. Juda ham ko'p kelgan bulardan. Mana bu kattaroqlari ham bor. 200 ming so'mligi. Kusti ham ikkita, uchtadan. Bo'yi 70-80 cm. Diefenbachia'miz yana bir turi. 250 ming so'mdan bular. Bagi o'zgacha bir naqshi bor. Juda ham chiroyli. Keyingi gullarimiz Spatsifilum gulimiz giganti. Ya'ni strelitsa. Katta ofisnoy gullarimizdan. Mana kofe daraxti bor, dratsinalarimiz bor. 200 ming so'm, 300 ming so'm, 1 milliongacha bor, har xil turdagisi. Bunaqa forma berilgani bor, mana shtamp fillari bor. Arokariyalarimiz, mana kofe daraxtimizni har xil turlari bor. Mana hamidoriyamiz, dratsinalarimiz. Dratsinalar 200 ming so'm, 250 ming so'mdan. 300 mingligi ham bor. Kusti 2 dan 3 tadan hammasini. Ofisga, xonadonga qo'ysanglar juda ham chiroyli, o'zgacha ko'rk berib turadi. Orxideyalarimiz 100 ming so'mdan 150-200 minggacha bor. 140 ming so'm, 120 ming so'm, har xil sortlarga qarab. Orxideyalarimiz kam qoldi. Juda ko'pchilik zakaz bergan. Bir-biridan ajoyib boshqacha, o'zgacha ranglari kelgan. 150 ming so'm. Mana juda ham bir-biridan ajoyib gullar. Kalotay arnatani kattalari mana.